Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Do'stlar, ko'pchilik biladi, elektr energiya vazirligi chiqib turib, ayrim bir va'dalarni berishgan edi. Ya'ni gaz tarmog'i tortilgan hududga nisbatan gaz tarmog'i tortilmagan hududlarda svetga bo'lgan narx arzon bo'ladi degan ayrim bir vajlarni keltirishgan edi. Ming afsuski, O'zbekistonda ayrim bir hududlarda bu narsa aksincha ekanligi haqida video murojaat kelib tushgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, gap nima haqidaligini yanada ham tushunib olishliklaring uchun. Do'stlar, videoni maksimalni tarqatamiz va kommentariyada maksimalni aktiv bo'lamiz. Faqat iltimos, haqoratli so'zlar yozmaylik. Sog' bo'linglar. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, elektr energiya va gaz tariflari o'zgarganligi 2025-yil 1-apreldan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan va yangi tariflar kuchga kiradi deb qarorni hududiy elektro tarmoqlari aksiyadorlik jamiyat matbuot xizmati xabar bergan. Elektr pechkalar va elektro moslamalar o'rnatilgan ko'p qavatli uylarda yashovchi maishiy iste'molchilar uchun 200 kilovatgacha 300 so'm, ilgari 225 so'm bo'lgan. 200 kilovatdan 1000 kilovat soatgacha 500 so'm, 1000 kilovat soatdan 5000 kilovat soatgacha 750 so'm, 5000 kilovat soatdan 10000 kilovat soatgacha 850 so'm, 10000 kilovatdan ortiq bo'lsa 1000 so'mdan belgilanib qo'yilgan. Bizning ko'p qavatli uylarimizga tabiiy gaz turbalari ulanmagan va tabiiy gaz yo'q bo'lgani sababli yashovchi maishiy iste'molchilardan 1 kilovat soat elektr energiyaga 225 so'm o'rniga 450 so'mdan pul olishyapti. Nima uchun O'zbekistonning elektr energiya vaziri va hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyat Andijon hududiy filial direktori shu noqonuniy ishlarni nazorat kontrol qilishmayapti? Hujjatlarda 16 ta aholi yashaydigan uylarimiz yangi ko'p qavatli uylar deb yozilgan va qish oylarida uylarimizni isitish uchun elektro moslamalar, обогреватель ishlatib elektr energiyani ko'p sarflayapmiz. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, siz majlisda ko'p qavatli uylarda issiqlik ta'minotiga ulanmaganligi sababli odamlar elektr energiyani ko'p sarflamoqda. Bizning asosiy maqsadimiz odamlarni rozi qilish. Odamlarning ovozini eshitmadik. Sizlarga yoqadimi yoki yo'qmi? Menga odamlarning erkin nafasi yoqadi. Gapirsin, adolatli gapirsin. Tanqid qilsin, tanqid adolatli bo'lsin. Shu qishloqqa odamlarga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Endi prezident nomiga adolat izlab yozilgan har bir ariza murojaat belgilangan tartibda atroficha o'rganilib chiqiladi va qonun buzilishiga yo'l qo'ygan sud raislari va boshqa tashkilot organ xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortilishi masalasi qo'yiladi deb aytgansiz. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, sizdan iltimosimiz shuki, O'zbekiston Respublikasining elektroenergetika vaziriga, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyat Andijon hududiy filial direktoriga, hududiy elektro tarmoqlari Chinobod elektro ta'minoti bo'limi boshlig'iga va telefon 99lik 988 33 39 va 93lik 910 33 39 raqamining egasi va xodimi yurist Shukurulloga nisbatan qonuniy choralar ko'rishga, egallab turgan lavozimlaridan ozod etib yuborishga va 2025-yil 1-apreldan boshlab 200 kilovatgacha yoqilgan 1 kilovat elektr energiya uchun 300 so'mdan to'lashimizga amaliy yordam berishingizni so'raymiz.